Boshladik endi. Kimdan birinchi boshlaymiz? Nimani boshlash kerak o'zi? Nimani boshlaymiz? Savollar. El Clasico'dan oldin qo'yiladi yo keyinmi? Keyin Qo'yilsa bitta. O'rtalar hozir o'z DJ-ga like bosib qo'yinglar. Reallikda eshitdinglarmi? Qo'yilib sezyapti. Barselonadagi bunaqa jarohatlar, Barselona muxlislarining bunaqa xavotiri Real Madrid muxlislariga xotirjamlik beradimi? Yo'q. Nolni yutqizib kelamiz. Men Realga hurmat bilan yondashaman, lekin Vinicius menga yoqmaydi. Bilmayman nega yoqmaydi. To'g'risi, ana xarakteri yoqmaydi chunki rangi yoq. Men aniq Jarohatlar sababda baribir. Rudigerda ham. Varatar. Kvartar zo'r. Kurtuva. Varatar zo'r, cho'tki varatar zo'r. Birinchi Menga 700 ming deb turibdi. Kreditimni to'lab berasiz. Masaj qo'yasiz. Hammaga assalomu alaykum. Fanat loyihasi navbatdagi son. Bizda bugun o'zgacha son bo'ladi. Sababi mehmonlarimiz ham o'zgacha va mavzuimiz ham o'zgacha bo'ladi. Demak, El Clasico mavzusi Real Madrid hamda Barselona. Real Madriddan ekspert sifatida tashrif buyurgan Azimjon Mumenov. Assalomu alaykum. Azim Madrid. Azim Sila. Hamda Barselonadan ekspert sifatida tashrif buyurgan Kamol Qahhor. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Viska Barsa, Viska Kataloniya o'rtoqlar. Shunaqa atmosferada, shunaqa kayfiyatda boshlay olamiz. Ayniqsa bu sonimizni editorlar yaxshilab ko'rishingizni tavsiya qilardik, chunki sizlar uchun yaxshigina kontentlar bo'ladi bu yerda va yaxshi kontentlarni biz Stok Futbol hamda Mr. Tog'ayev Instagram akkauntlarida albatta belgilab storiesimizga joylaymiz. Xo'p, tayyormisizlar? Albatta. Tayyormiz. El Clasico'dan oldin qo'yiladi yo keyinmi? Keyin Qo'yilsa bitta. O'rtoqlar, hozir o'z DJ-ga like bosib qo'yinglar. Reallikda eshitdinglarmi? Qo'yilib sezyapti. Zo'r. Mana shularni inobatga olinglar, chunki bu El Clasico'dan oldin yozilmoqda. Aytganchi, Rostdan ham inobatga olinglar. Syomka El Clasico bo'lishidan 2 kun oldin bo'ladi. Shunaqa. 2 kundan keyin El Clasico bo'ladi. Ko'ramiz. Qani kim vangalik qobiliyatlari yaxshi. Mana aytib o'tay. Shotet. 2-1 ga Barsa yutadi. 2-1 ga. Aha, Azim aka? 3-2 ga Real Madrid o'z uyida g'alaba qozonadi. Zo'r. Boshladik endi. Kimdan birinchi boshlaymiz? Nimani boshlash kerak o'zi? Nimani boshlaymiz? Savollar. Bemalol savol beraver Barsa. Kamol aka? Aralashib ketaveraman mana. Bizning an'anaviy savollarimiz bor birinchi boshida. Qachondan beri Barselonaga muxlislik qilasiz va nega, nima sababdan aynan Barselona? Xo'p, tarixi uzun buni. O'zi именно Barsani muxlisi bo'lmaganman bolaligimda. Manchester United muxlisi bo'lganman. Keyin orada Neymarning highlightlari chiqurganman-da. Kompyuterim bo'lardi. YouTube'dan top 100 ta fintlar, top 10 ta fintlar. Shu payt trend bo'lgan shunaqa video hamma ko'rganda. Ani Ronaldoning o'yinini ko'rib o'tirardi, Messining o'yinini dumaloli uylar bo'larmidi? O'shanda Neymarning fintlari chiqib kelardi, Santosda qilgan har xil. Keyin aytganman, qanaqa o'yinchi ekan bu deganman. O'sha payti endi Neymar adashmasam Barsaga o'tgan bo'lgan. Neymar Barsaga o'tgan, oranjiy forma bor, bilsangiz, Barsaniki eski. O'sha shunaqa forma bo'lganman-da. Xolos siz rasmini ham tashib beraman. O'sha Neymarni ko'rib Barsaga muxlis bo'lganman. Neymar o'yinidan kelib chiqib. Shunda necha yil oldin bo'ldi? Bir 7-8 yil oldinmi? 9 yo'q. Shu 7-8 yilcha oldin-da. Plus minus Barsaga muxlis bo'lganman. Neymar deb tan olaman buni. Tushunarli. Demak, Neymar sababchi. Azim aka sizda qanaqa? Ham Neymar deb Realga muxlis. Yo'q, lekin futbol o'ynayotgan vaqtimizni o'sha Neymar videolarini ham mana orzu qilib fintlarini qilib ko'rardi-da. Nossa degan ashula bo'lardi. O'sha fonida ketardi. Telefonlarni skachatlar qilib, hamma narsalarni, gollarini. Xo'sh, men yoshligimda o'zi to'g'risini aytaman, ochiqchasiga gaplasham. Kichkinaligimda Real Barsa bo'lardi, anaqasi. Maktabda o'ynardik, sinfdoshlarga qarshi o'zimiz. O'shanda Barsa bo'lganman. Yaxshi. Keyinchi. Sinfdoshlar bilan aytib qoldi-da, mana shunaqa qilarding-ku deb. To'g'ri. O'shanda men bilmaganman, endi aniq qaysidir komandani balli qilmaganman. O'shanda Barsa Real bo'lgandan keyin Barsa bo'lib ketganda, o'sha Barsani orqasidan chiqib, o'ynab, shunaqa qilib Barsa bo'lib ketgan. Keyinchalik bittasini tanlashga qaror qilganman. Endi o'zimga yoqadigan o'yinchi bu Ronaldo. Ronaldo Realda o'ynagani uchun Real Madridga muxlislik qilganman. To'g'rog'i kubokli uchun. Qarasa, qaysi komanda yutadi, Real yutadi degan. Qarasa, Zidane 3 marta ketma-ket Liga Chempionov bo'ldi degan. Mana sizga savol unda mana. Real Madrid haqiqatan o'sha Galaktikoslarga ega tarkib jihatdan eng zo'rlari bo'lgan. Har doim, har davrda. 100%. Siz nimaga bunaqa demak o'tdingiz mana La Ligaga qadam tashladingiz.
United bo'lmasa birinchi aprelda kuzatishni boshlagansiz. Ha. Yonida dahshat bir jamoa turganda nega aynan Barselona tanlagansiz? Xo'p, buni sababi Barsa ham oldin lekin zo'r Men mana Neymar Barsaga o'tgan. Men yosh bolaman. Hmm. O'yinlarni ko'rganman, keyin o'sha MCN tarkib bo'lgan, har xil chiroyli highlightlar, chiroyli o'yin, tiki-taka bo'lgan, comeback. xarakter. Ha. O'shandan keyin o'sha muxlis bo'lib qolganman. Orada, конечно, 1 yil oldin o'sha 1,5 yil oldinmi, ko'nglim juda qoldi Xavi payti. Endi men bu yana qayta oyoqqa turish payti. Liga Chempionlar Ligi ham chiqa olmagan to'g'ri bo'ldi-ku, adashmasam, Barsani. Undan keyin mana endi hozir o'tgan oxirgi sezon, oxirgidan oldingi sezondan yana mehr qo'yilib, shunaqa bo'ldi. Endi Barsa bilmadim, masalan, hamda talash huquqi bo'ladi. Kimdirga Real, kimdirga Barsa. Menga Barsa. Dunyo ikkiga bo'linadi. Ha. Shunaqa bilan qiziq. Barselonani baribir yaxshi emas o'yinlari qanaqa tushuntirsa bo'ladi buni. Mag'lubiyatli seriallari yoki Real Madridga qaraganda yomonroq mavsumlari ko'proq bo'lgan. Hech bo'lmaganmi Barselonadan to'xta, Barselona tashlasammi, shu Realga o'tsammi degan narsalar. Ko'pchilikda kuzatilgan bu narsa. Yo'q, menda nima bo'lgan? Barselona yutqizishni boshlayotgan payt butunlay futboldan ko'nglim qolgan. Butunlay futboldan, onasini hamsin deganman, bu futbolda deganman. O'zi misol uchun men tan olaman, ana Azim mendan yaxshiroq futbol tushunadi. Men hozir sizga ham aytdim, syomkadan oldin faqat highlight ko'raman. Menga yoqmaydi. Men Azim o'zi ham biladi, menga yoqmaydi. Real bilan Barsa o'ynaganda futbol tushunmaydi. O, Real, davay Real. Qani sana ber 11 ta o'yinchi основada kim, zashtida kim turibdi desa, bilmaydi. Lekin Real Madrid. Jeko, mana komandamizda Jeko bor, faqat El Clasico'ni ko'radi. Faqat. Misol men Barsa fanati bo'lsam ham, Juventus bilan o'yinni ko'rdim. Mana o'sha Bruno o'yinini ko'rdim. Ikkinchi taym o'rtarog'ida Vinicius tipa tepdi. Shtangaga tegdi, qaytgan to'pi Bellingham urib qo'ydi. Misol ko'rdim men o'yinni. Highlight lekin jolly film. Bu jolly film jinni bu futbol bo'ladi. Ye? Azim joyim Yaxshi. Azim aka, o'tgan mavsum o'rtoqlik o'yinida ham qo'shsak 5 marotaba Real Madrid mag'lub bo'ldi. To'g'ri. Klassikoda. O'zi futbol klassikolar bu qanaqa yig'ilib ko'riladi, qanaqa emotsiyalar bo'ladi. Klassikodan keyin mana Real yutqizib qo'ydi, kimlar telefon qilib qanaqa gap so'zlar bo'ladi shu haqida. Yutqizgani ham bir tarafdan yaxshi bo'ldi. Yana ajiotaj boshlandi. Bir anaqa to'xtab qoldi 2024-2023. O'sha Real yuturgani uchun to'xtab qoldi. Rost gap. Anaqada har bir yutursa ko'na qolib ketdi, bu ham ko'na qolib ketibdi yutqizgandan. Shunaqa narsa. Ajiotaj yana uyg'ondi, hozir yana hamma anaqa El Clasico yana qiziq bo'lyapti. O'zimga masalan qiziq yutib qo'yish mumkin, yutqizib qo'yish. Ayniqsa men bu endi bo'ladigani, bu mavsumdagi birinchi El Clasico 5 ta mag'lubiyatdan keyin nima bo'ladi juda muhim. Tarkiblar o'zgargan. Lekin Barsada hozir jarohatlar bor. Shuni inobatga olish kerak. Biroz baribir. Rafina 50-50 deyshibdi. Kecha Kunday tushmasgan. Kunday tushmasgan. Bizda o'zini yaxshi his qilmayapti kecha chiqdi xabar. Bizda Trent Alexander-Arnold bugun jarohatdan tuzalib, El Clasicoga tayyor ekan. Lekin baribir Valverde o'ynasa kerak asosiyda. Yamal tushadimi? Yamal ham aniq emas hali. Chunki kecha jarohatda Olimpiakos bilan 60-daqiqada almashtirilgan, u ham yana qaytda bo'lishi mumkin jarohat deyishmoqda. Azim aka, savolimga javob bermadingiz. Real Madrid yutqizdi 4 ta o'yin ketma-ket. Qanaqa holatlar bo'ldi? Kimlar telefon qilib nimalar deydi? Azim, nima bo'ldi? Realing degan narsalar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu safarga sizda ko'p bo'ldilar. Men o'zim siqilib ketdim. Og'riyosida ham to'g'risi aytaman, yutqizishini bilsam ham balet qilib aniq qilib turdim-da. Shunga lekin formalarni 2 martalab kiydim. Barsaning formasini shunaqa shart bilan o'ynab. Shunaqa endi yutishni bilgan inson yutqizishni ham bilish kerak. Tushunarli. Kamol aka, bu mavsumdagi Barsani qanaqa baholaysiz? O'tgan mavsumdagi Barselona baribir farq qiladi ancha. Chunki o'tgan mavsum deylik Chempionlar Ligani yuta olmagan bo'lsa ham qanaqadir bir bilmayman, tamg'ami bu Chempionlar Ligani yuta olmaslik Barselonaga. Lekin La Ligada rostdan zo'r o'ynadi. Klassikoda 4 marta g'alaba qozondi. Lekin bu mavsumda yaxshi emas Barsa qanaqadir. Bilmadim. Men naborot o'ylayman. Chunki mavsum endi boshlandi. Va o'ylaymanki, bu yil ko'nglim sezyapti negadir, bilmayman. O'tgan yil misol ko'nglim sezmagandi uchun. Chunki endi ana offside sistemani yo'lga qo'ydi Barsa o'sha paytda, endi avjiga chiqqan payti,
masalan Real bilan o'yinda ham birinchi El Clasicoda ham qiynab yuborgandi-da. Adashmasam Barsa ofsayd qilib, Mbappe ofsaydga kirib ketavergan. Qiynalib endi ketgan. boshlagan o'yinlari Realda. Shunaqa. Tilka tushib qo'ygan Mbappe. Ha, ofsaydga tushaverib biz o'yinni birga ko'rganmiz. Rosa kulgandim o'shanda. Gol bo'tda solamayapsiz. Baqiryapman. Mana bunaqa narsalar trend bo'lib keyin hisoblamasdan. Ha, shu. O'ylaymanki, bu yil menimcha kuchliroq. Shunchaki ozgina vaqt kerak. Va hammasi yaxshi bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki bu mavsum hali Barsa jiddiy raqibga to'g'ri kelmadi-da. Meni fikrimcha. To'g'ri keldimi? Kimga to'g'ri keldi? Sevilla bilan uchragan 4-1 qanaqa baholaysiz? Men o'ylaymanki, u orada bo'lish kerak bo'lgan narsa. Chunki Mamman degan jamoa ham oddiy jamoaga yutqizib qo'ygan payti bo'ladi. Misol uchun. Barsa Arsenal o'ynamadi o'sha kuni. O'ylaymanki, Barsa hali biron bir jiddiy o'yin o'tkazmadi, hal qiluvchi o'yin o'tkazmadi. Shuning uchun hali biz baho bera olmaymiz deb o'ylayman. Tushunarli. Liga chempionlar hamma komanda yutish qoladi. Hamma borib berib o'ynaydi. Hamma yangi futbolistlar o'tdi. O'zgarishlar bo'ladi. Barsa ham shu anaqasini ham tushunib olishdi-da. Ofsayd anaqalarni ko'p jamoalar unga qarshi taktikalar qilib o'ynashyapti. Flik yangi narsa o'ylab topish kerak. Flikning uslubi eskardimi? Menimcha ha. Yo, o'zim men aytdimmi boya, video olinishdan oldin biz gaplashib qo'ydik, ozgina bilan. Men maksimal harakat qildim. Tutan gaplashmaylik, podcast qiziqroq bo'lmaydi, hamma fikrlarni aytib qo'yasiz desam. Ani himoyachi Martines ketgani ham menimcha katta rol o'ynadi. Men shunaqa deb o'ylayman. O'sha ushlab turardi Kubarsilarni qiziqdi shu hal qilardi-da. Menimcha uni ham roli o'ynayapti va ozgina vaqt kerak. Mana o'sha Realga ham, Barsaga ham menimcha ozgina vaqt kerak. Ozgina tushib olish kerak o'zini joyiga. O'sha nima desam, jarohat olgan o'yinchilar qaytib olish kerak va kim основада, kim zaxirada o'shanaqa bo'lgandan keyin ancha yaxshilanadi. Menimcha yana bilmadim. Endi kelinglar, menda yaxshiroq tushunasizlar futbolni va kuzatayotgan obunachilar. Azim aka, endi siz Real haqida gapirsangiz, bu mavsum Mbappe ko'rib turibmiz. Umuman boshqa daraja. Viniciusni Xavi Alonso qaysidir ma'noda odam qildi va nihoyat. Ko'nglim to'lmayapti lekin. Chunki oldingi anaqani erani ko'rganman-da. Oldingi erda men 100% masalan 2-1 yutqizib turgan vaqtida ham 80-minutda yutib ketardi deb bemalol o'tirardim-da. Hozir qanaqa 90-minutda ham. Hozir qanaqa 4-0 ga yutqizgan vaqti bo'ldi, 5-0, 5-2 ga. Arsenaldan uchragan alamli mag'lubiyatlar. O'shanda ham o'ylagan edim. Bemalol gapirdim-da, comeback qiladi, qala bo'lsin uyda Santiago deb. Shunaqa dedim, uyaltirib qo'ygan joylari bo'ldi. Bu mavsumdagi Realchi ayni vaqtdagi. Bu mavsumdagi endi men hali karyerasi uncha ko'ra olmadim. Hali o'zini ko'rsata olmadi. Lekin Mastantoni yaxshi o'ynayapti. Keyin anaqa Mbappe yaxshi o'ynayapti baribir. Oldi hujum zo'r. Zashta sal hali ham o'sha jarohatlar sababda baribir. Rudigerda ham. Varatar zo'r. Kurtuva. Varatar zo'r, chotki Varatar zo'r. Karvaxal ham jarohatdan keyin sal tushib qoldi lekin. Endi raqobatchisi ham dunyoning eng kuchli o'yin qanot himoyachilaridan biri-da. Bo'lib ham Liverpooldan deyarli prime davrida kelmoqda Real Madridga. Mastontunoni zo'r o'ynayapti deb hisoblaysizmi? Harakatlari zo'r, anaqasi ham meni azartni bor-ku. Jaqil qilib, agressiv. O'sha Asensioni o'sha agressiyasi yoqadi menga, agressiyasi. Oldin Pepe'da bo'lardi shunaqa narsa. Ramos bilan. Vinicius haqida. Vinicius ancha ko'p futbolistlar unga qarshi zashtiklar bor-ku. Bilib olgan o'sha. Kraydan keladi, o'ngga chapga qiladi, shunaqa. Lekin shu bilan ham yaxshi hozircha. Qanaqa komandaga bog'liq-da ham. Kuchli komandalarga qarshi ochilib keta olmayapti. Misol PSG yeb qo'yadi deysiz. PSG Arsenalda. Arsenal hozir eng zo'r komanda hozir Arsenal bo'lyapti. Hatto Realdan ham. Tan olish kerak-da. Zo'r. Taktikasi anaqalari bo'yicha eng kuchlisi Arsenal bo'lyapti. Siz kelishingizdan oldin Kamol aka bir gap aytdilar. Oltin to'pni nima bo'lsa ham Rodri olgandi o'tgan mavsumdagida. Vinicius olmaslik kerak edi baribir dedi. Qo'shilasizmi bu fikrga? Xo'sh. Liga chempionov urovenidan anaqa qilishdi-da o'tgan safar, to'g'rimi? Ko'tarishdi demoqchisiz. Shu muhimroq. O'shanga chempion bo'lganiga berdi. Chempion bo'lganiga Dembelega berishdi. O'tgan safar chempion bo'lganiga Viniciusga beradi deb o'ylashdi hamma. O'sha Rodriga bera olishdi. Bilmadim, lekin men to'g'risi Rodrining o'yinini umuman ko'rayman. Yo'qmi? Men ham xuddi shu gapni aytdim. Rodrining o'yinini umuman ko'rmayman dedim. Bular keyin fikr qo'shdilar. Men Rodrini umuman tanimasdim. Oltin to'p olganda kim bu dedim, bundan qaradim, kim ekan bu Rodri dedim. Uncha glavniy obrazdagi odam bo'lib ko'rinmasdi. Ha. Shunga keyin bular trendi Vinicius olmasligi uchun berishdi. Men ham aytdim keyin Rostan ham menga to'g'risi. Men Realga hurmat bilan yondashaman, lekin Vinicius menga yoqmaydi. Bilmayman nega yoqmaydi. To'g'risi uni xarakteri yoqmaydi, chunki rangi yoq. Men aniq bilaman, agar men
qaysidir professional jamoada o'ynaganimda, agar Viniciusga qarshi o'ynaganimda men oyog'ini tepib sindirardim o'sha bolani. Aniq bilan urishman, azim biladi. Men aniq u bilan urishib ketardim. Shu darajada urishib ketardimki, bilan urardim deyman uni. Savrga Chidab turolmasdim, ha. Chunki azim biladi, men futbol o'ynasam kimdir urib tashlayman, urishib ketib qolaman. Chidab turolmayman. Nima? Provokatsiyaga chidab turolmayman. Shuning uchun Real muxlislari xab bo'lmanglar. Ko'p videolarda ham kommentida ham o'qiyman. Real muxlislarining o'zi ham Vinicius so'kadi, bilmayman nega. Yomon ko'rishadi, bilmayman nega. Misol mana Barsada unaqa o'yinchi yo'q-da. Barsada bormi shunaqa o'yinchi? Ani klonlik qiladigan misol, provokatsiya qiladigan o'yinchi bormi Barsada? Kim? Yo'q unaqa o'yinchi Barsada. Hatto taqqoslash kerak bo'lsa, Vini ham braziliyalik, Rafinha ham braziliyalik. Irqchilik qilaman desa, rasizm qilaman desa, ikkalasi ham baribir qora tanli. Qanaqa? Lekin Viniga ko'proq bunaqa narsalar. Chunki Vini qabul qiladi-da u narsani. Muxlislar sezganda o'sha narsani, hozir buni o'yinini sindiraman deb atilab qiladi. Yo'q, imminna nafaqat muxlislar bilan o'yin payti raqib jamoadagi himoyachilar, raqib jamoadagi o'yinchilar bilan ham ko'p anaqa yuzma-yuz keladi, gap so'zlar bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Barsada men to'g'risi mana Yamalni hurmat qilaman Barsada ham. No, yaxshi ham Rafinha bor deb o'ylayman. Chunki o'sha 4 video ko'rganman. Yamal ham zo'r o'yinchi, xuddi o'zbekdek kibrlanib ketdi deydi-yu. Menga shunaqa tuyuladi. Lekin maydonda yaxshi. Maydondan tashqarida shunaqa, chunki oltin to'p marosimida ham misol Rafinhalar bilan Art futbol deganmi, bilsangiz, Art Pro. Art Pro-mi degan bola. Rafinha bilan video qildi. Ko'pchilik futbolistlar oldiga borgan, Yamal shuni o'tib ketib qolganda. Bilmadim, balki vaqt o'zgartiradimi, balki yosh hali. Menimcha balkim yoshdir. Futbolda agressiya bilan o'ynayman dedingiz. Qanaqa ko'rasiz? Misol Barsa yutib qolsa, Barsa yoki yutqizib qo'ysa, qanaqadir televizorga nimadirlar otib, shunaqa narsalar bo'lmaydimi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Men bitta pozitsiyani egallab olaman. Misol o'yin ketyapti, o'tiraman misol. Real bilan Barsa o'ynayapti. Real yaxshi o'ynayotgan ko'raman-ku. Bo'ldi, Real yutdi deyman, o'tiraman shu anaqa bilan. Barsa gol urib qo'ysa, voy deyman, undoq Barsa yutadi deyman, keyin Barsaga bal o'tib ketaman. Shunaqa sakrab o'raman o'tdan-o'tga, o'zimga qulay pozitsiyaga o'tib olaman. Shunaqa. O'sha aytganimdek, men chiroyli o'yin. Men xohlayman. Misol oxirgi paytlar bo'layotgan voqealardan ozgina xursand bo'ldim. Qaysi ma'noda? Barsa va Real El Clasico, Barsa ketma-ket yutishi va kichkina hisob emas, kattaroq hisob. Ayniqsa, o'yin esimda yo'q, aynan qaysinisi bo'lgan. Xo'p, hisob yaqin bo'lganda Barsa comeback qilib ketganmidi? Oxirgi o'yin La Ligada 3-2 bo'ldi. To'g'ri. Bitta gol hisoblashmagan. Polidan ham yugurib chiqib ketishgan, nishonlashga. O'sha gol hisoblashmagan. To'g'ri bo'ladi. 3ta Mbappe urgan. Shu Fermin o'yinda Lopes golini hisoblashmagan. Mazza qildim dey mana. Tan olaman, mazza qilib ko'rdim. Shunaqa o'yinlar bo'lsin, men roziman. Barsa yutadimi, Real yutadimi, mazza qilib ko'rishga. Chunki o'tirsangizda bilmasangiz 5 minutdan keyin nima bo'lishini. U yerda hisob 3-0 bo'lib tursa, bilasiz-da. Men degan komanda bo'lmaydimi? 9 ga 11 o'ynaydimi? Imkoniyati yo'q-da. To'g'ri, oldin bo'lgan. Misol Rodrigo payt, tipa Zidane payt Rodrigo tar tushib gol urib ketib, ketma-ket bo'lganda, yana Shunaqa. Bavariyaga, Cityga. O'sha paytda Real Madridda qaysidir ma'noda plankasi ancha ko'tarilib ketgan edi, baribir. Klassikoda o'tgan mavsum ketma-ket o'sha turmatda mag'lubiyatda oxirgi o'yinlarda men o'zingiz ham aytyapsiz, to'g'risi bilardim, baribir Realni yutqizishini deb turibsiz. Undan oldin teskarisi edi. Barsachilar nabarat Real yutib qo'ysa kerak-ku degan narsa o'tadi, lekin ochiqcha qilmasdi. Bu mavsum endi ayni vaqtda hozir Barselonada bunaqa muammolari borligi sababli nimadir deyish qiyin menimcha. Aniq bir taxmin, bir intriga bo'lmasa kerak. Menimcha o'ylayman, Barsa muxlis sifatida Barsa muxlislarida qo'rquv ko'proq deb o'ylayman. Menimcha. Yana bilmadim, chunki lichnomanda Barselona bilan PSG o'yinida men Barsani umuman tanamadim. Ya'ni yoki PSG shu darajada kuchli bo'lib ketdi, yoki Barsa o'zini o'yinini qila olmadi, ko'rsata olmadi. Yana bo'lmasamchi, PSJda asosiy futbolchilar yo'q edi ko'pi. Ko'p jarohat akademiyada bolalar. Barsa umuman o'yina olmadi-da. Bilmadim, xabar bo'lmaylar aka-ukalar. Ko'rdinglarmi o'yinni o'zinglar? Men ko'ryapman, ketkizib vaqtimga achindim. Ya'ni agar deylik, o'tgan galgi sezondagi Real bilan hozirgini solishtirsangiz, agar xuddi shu hozir o'yin bo'ladigan bo'lsa Barsa bilan Real ruhan menimcha kuchliroq. Chunki
PSG bilan Barsani o'yini bu juda muhim o'yin edi Barsa uchun. Ya'ni nimadir isbotlaydigan o'yin edi. U o'yinda o'zingiz ahvolni ko'rdingiz. Bo'lgan voqeani juda uyatli o'yin bo'ldi Barsa tomonidan. Barsani umuman tanaganim yo'q o'sha o'yinda. Shunaqa. Bu Barselonadagi bunaqa jarohatlar, Barselona muxlislarining bunaqa xavotiri Real Madrid muxlislariga xotirjamlik beradimi? Yo'q. Chunki undan yutqizib kelyapmiz. To'g'ri. Yutib kelganimiz yana bunisi bo'lardi. Agar shu borlik, jarohatlari bilan ham bizani yutib qo'ymasin deb qo'rquv bo'ladi bizda. Shu joyi ham bor, shu joyi ham bor. Keyin o'sha og'zimiz yopiladi-da, nechadir vaqtlarga. Chunki bahorda o'ynaydimi shu bilan? Shunaqa. Ungacha ham jam yurishimiz Ha, kerak. hozir Barsada bitta plyus tarafi Barselona muxlislarida, O'zbekistondagi yutqizib qo'ysa, endi shuncha anaqa jarohat bor edi deydi hamma. Shunaqa. Yutib qo'ysa, o shuncha jarohat bilan yutdik deymiz-da. Elbortaga chiqadilar keyin. Opa bersa. Men yuragimga tegadi keyin gaplar. Xo'j Barsa kelyapti deylar bo'ldi. Shunaqa. Xo'p, Kamol aka, umumiy qilib oladigan bo'lsak, Real Madrid kuchlimi, Barselona kuchlimi? Umumiy qilib olsak. Umumiy qilib olsak. Xo'p. Men uchun bir xil emas. Men uchun bir xil emas. Xo'sh. Real Madrid bu yerda odamning subyektiv fikri. Misol Shunaqa. uchun subyektiv fikr. Misol men aytganim bilan bu bundan zo'r bo'lib qolmaydi. Bu men o'zim shaxsiy fikrim. Endi uylangan bo'laman, unaqa payt uyda bo'laman-da o'zi. Shaxsiy fikrim Real Madrid xarakter, reputatsiya, erishilgan natijalar ko'p joylarda baribir natija gapiradi. Shunaqa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar natija gapiradi. Siz zo'r o'yin qiling, tiki-taka qiling. Misol uchun sizda zo'r individual kuchli o'yinchilar bo'lsin. Realda kamroq men uchun. Sen Barsaga qaraganda. Misol birga bir solishtirganda, Yamaldagi o'yinchi kim Realda? Misol ikki tushasiga bunday kirib aldab ketadi. Viniciusmi? Yo'q. Vinicius azim etgani o'ngga chapga qiladi, iloji bo'lsa kopdan oldirib qo'yadi yoki yiqilmoqchi bo'ladi. Penalti anaqasiga kirib. Shuning uchun reputatsiya, natijalar taraflama, Korolevskiy klub deydi. Realni. Real Madrid kuchli u tarafdan. Qirollik klubi. Ha, qirollik klubi. Lekin men o'zim futbolga qiziqqan inson sifatida, futbol o'ynab yurgan inson sifatida menga Barselonani o'yini yoqadi. Go'zallik ya'ni. Go'zallik. Futbol ko'rasiz Barselona o'yinida. 2 yil oldin emas. Misol uchun. Manaqa nima desam ekan, Pep Guardiola ketdi. O'shandan keyingi period, undan keyin Xavi keldi. Xavi 1 yil oyoqqa qo'ydi. O'shandan keyingi period. Menga ham oradagi yoqmadi. Ya'ni Barsa umuman boshqa o'yin qildi. Mana hozirgi o'yin tiki-taka, Pedrini paslari bu boshqa dunyo. Yamalni qanaqadir individual harakatlari, Rafinha u 2 yil oldin kim edi, hozir kim? Men uchun to'g'risini aytganda, shu taraflama o'yin, futbol, o'z nomi bilan futbol taraflama. Barsa natija, reputatsiya, qirollik klubi, brend taraflama Real. Menimcha anaqa podpishchilar Realda ko'proq bo'lsa kerak. Sen Barsada. Shu taraflama. Xuddi Ronaldo bilan Messi solishtirgandek gapda. Tushunarli. Kamol aka, sizning fikrlaringiz, Azim aka, sizning pozitsiyasiz qanaqa? Xo'sh, bitta mashina deb olsaylik, Real bilan Barsani bitta mashina deb olsak, Real bu mashinani tezligi, xarakteristikasi bo'ladi-ku. O'shunaqa. Barsa ichidagi dizayni. Ha. Shunaqa desa bo'ladi. Chunki Messidan Ankara Messi o'sha narsalar hali ham esimda. Neymardan fint qiladigan odam Realda kam bo'lgan. Faqat uzoqdan gollar, qarshi hujumlar, tezlik, asosan gollar bo'lgan. Xo'sh, o'sha jahl bo'lgan, urushlar bo'lgan, hammasini qo'rqitib qo'yaman deb Pepelar urushib. Pepe Ramoslar. Shunaqa o'yinlar bo'lgan. Unda qanday stil, chotlardan olib, shunaqa stilda ko'proq bo'lgan. Shuning uchun dizayn deb olamiz anaqasini. Barsani. O yaxshi, chiroyli fikr bildirdi. Men cho'zgan fikrimni chiroyli bittada gapirdi Azim, yaxshi. Endi O'ylab oldim, degan. Siz agar bu fikrlarni bildirmaganingizda, Azim aka ham shunaqa uzoqdan olib kelishi mumkin edi balki. Aytib qo'ymas, biz qo'yamiz. Okey. Barsa va Realni tushundik. Endi Ronaldo va Messiga o'tamiz. Ha. Kamol aka boshla berasiz. Ronaldo va Messi. Xo'p. Misol uchun deylik, sen kimdagi bo'lmoqchisan desa, inson sifatlama. Ronaldo. Mana kim bo'lmoqchisan desa, Ronaldo. Shaxsiy hayot taraflama. Ya'ni futboldan tashqari Ronaldo. Futboldan tashqari hayot. Ronaldo. Shaxsiy brend. Lekin biroq men bironta Ronaldoga bog'liq edit bo'ladimi, Ronaldoni bironta highlight'i bo'ladimi? Qaysi imini Ispaniya bilan o'ynaganda 3 ta urgan hat-trick va Juventus urgan Chelsea goldan tashqari.
Mana shu ikkita highlightdan tashqari qolgan bironta highlightda men hech qanaqa emot solmayman. Hech qanaqa. Futbol. Ronaldo uzoqdan tepdi, qolganlar ham qila oladi. Yoshini unutmaymiz, mayli, yoshini hisobga olmang. Bu yoshda qiyin. Lekin hozir misol Al Nasrda qilayotgan ishini hamma qila oladi. Ya'ni, prosta uni yoshi kattaroq Ronaldoni. Bu yoshda qolgan blogerlar, qolgan futbolchilar qila olmasdi. Lekin Messi bilmadim. Men misol uchun oddiy misol, menda даже o'zimda Instagramimga repost qilib qo'yganman. Highlight jahon chempioni bo'lganida Messi kubokini sulayotgan paytda butun stadion mundoq qilgan, qo'li bilan, hattoki Argentina ham mundoq qilgan. U boshqa darajada bu narsani pulga sotib bo'lmaydi, bu hurmatni. Bu hurmatda qanaqadir shaxsiy brend bilan sotib bo'lmaydi. Bu narsani Instagramdagi подписчик bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Bu misol uchun Argentinadagi futbolistlar ham bekorga hurmat qilmasa kerak Messini deb o'ylayman men. Misol uchun Ronaldo bilan qancha highlightlar bor, penaltini qizg'anishadi. Misol uchun Felixmi nima hurmatsizlik qilgan joylari bor. Anaqada tipa kiyinadigan xonada Ronaldoga hurmatsizlik qilgan joyi bor. Nimadir trenerlari bilan urushib ketadimi Ronaldo ko'p joylarida. Yaqinda Xayrullo Hamidovmi kimni gapini eshitdim. Portugaliya chempion bo'lishiga Ronaldo xalaqit beryapti degan gapimni eshitdim men. Shunaqa gap eshitdim. Ya'ni penalti bo'lsa, qaysidir penaltini ura olmayapti. 15 ta jarima zarbasi bo'lsa ham Ronaldo tepyapti. Ura olmayapti. Ronaldoga berishyapti. Egoizm deydimi, buni bilmadim. Ya'ni xuddi nimadir isbotlamoqchi. Bu meni shaxsiy fikrim, to'g'risi. Men futbolga zo'r tushunmayman. Menga emas futbol haqida gapirish. Bu meni fikrim. Messiga keladigan bo'lsa, u oltin to'p olganda butun zal turganidan aura. Mana Messiga aura kerak emas, Messini o'zi aura. Men uchun. Bilmadim. Shunaqa. Ronaldo bilan Messini solishtirgan. Messi juda sodda. Ronaldo shaxsiy inson taraflama bo'ldi, u zo'r. Bu yoshda bunaqa fizika, bunaqa texnika bilmadim yana. Kimda bo'lishi mumkin? Yana takrorlandimi, yo'qmi bilmadim. Hozir 20 yoshli Yamal necha yosh? Shu darajada kibrlanib ketyapti-da, buni o'ylab qarasam, anaqalar bilan kirib kirib kelishi misol Barsa fanati bo'lsam ham. Ronaldochi disiplina. Bilmadim. Bunaqa menimcha futbolist boshqa bo'lmaydi. Azim aka, sizning fikrlaringiz qiziq endi. O'zimni endi shaxsan fikrim, qaysidir birini ajrata olmayman, qaysidir yaxshi, qaysidir yomon deya olmayman. Haqqim ham yo'q unaqa deyishga. O'zimga yoqadigan Ronaldo, chunki qiyinchilikdan o'sib, o'zi anaqa qilib katta bo'lgan, mehnat evaziga. Bu ham shaxsiy hayot qaysidir ma'noda bor. O'zini o'zi yasagan. O'zini o'zi yasagan insonda. O'pish oladigan bo'lsa, odamning ikkita oyog'i bo'lsa, bittasi Ronaldo, bittasi Messida. Bitta oyog'ini tanlay olmaysiz. Shunaqa. Oyim har doim opam bilan meni tanlash kelganda, men ikkita barmog'im bor-da, ikkalasini ishlasam olib derdilar. Ikkalamiz urushib qolsak. Bu hech qachon tugamaydi. Ronaldo qachondir yaxshi bo'lib keta olmaydi, Messidan bo'ldi. U ikkita odam futbolni bizga yoshligimizdan qiziqtirgan inson sifatida qoladi. Undan zo'r odam ham chiqa olmaydi menimcha. Men shu orada realni o'ylab qolaman. Xursand bo'lib qo'yaman o'zim uchun. Ikkita narsaga. Birinchisi, g'alati eshitilishi mumkin. Onasini ham men karantin paytida yashadim, deyman. Chunki bu tarixda qoldi. Misol uchun-da, butun umrga tarixda qoldi va ikkinchi o'ylaydigan narsam bu, men Messi va Ronaldoni prime to'g'rida ko'rdim. Ya'ni bo'ldi, misol deylik, menga hozir yagona alam qilayotgan narsa nima? Men uchun necha yil oldin eslolmayman, lekin shunaqa fikr bo'lardi. Barsa bilan Real Madrid shunaqa darajadaki, ularni hech kim yuta olmaydi. Hech kim yuta olmaydigan jamoa. Barsa bilan Real Madrid. Bu yerda hozir Real ham qanaqadir random jamoa yutib qo'yishi mumkin va Barsani ham qandaydir random jamoa yutib qo'yishi mumkin. Xuddi o'sha Sevilla 4-1 ga yutgandek. Uni o'ylab qarasa. Yuqorida haqiqatan zo'r fikr bildirdingiz, o'sha Ronaldo va Messini prime davrini ko'rdim deb. Shaxsan menga ham armon nima? Ko'p yoshi katta ustozlarimizdan gaplashsak, ularda baribir hissiyot, emotsiya boshqacha bo'lgan-ku, men Ronaldinho, Maradonalarni o'yini ko'rgan ular. Ular Ronaldo va Messidan ham ustun ko'radi-da ularni. Chunki ularda realniy emotsiya bilan ko'rgan. Bunaqa gaplarni eshitgandan keyin menda ham shunar men nima uchun ko'rmaganman? Shularni ko'rsam nima qilar ekan degan. Va endi bitta narsa bo'ladi, bizdan keyingi avlodlar ham shu sizlar misol aytib bersangizlar, Ronaldo va Messi desangizlar, ular ham o'ylab armondek tuyuladi ularga ham. Ronaldo va Messini nima uchun ko'rmagan ekanman, men afsuslanish mumkin ular ham. Qo'yilgan rekordlar, Messini bitta sezonda urgan goli nechta edi? 91 ta gol bitta sezonda. Adashmasam 2011-2012 mavsum deydi. Adashmasam. Bu yoqda Ronaldo bilan Messini ketma-ket oltin to'p
butsa oltin to'p talashganlar. Orada Suarez qilib qolgan, adashmasam bir marta adashib. Shunaqa. Zo'r. Men lekin bitta gap aytaman. Juda kuchli xohlayapman. Jahon chempionatida Portugaliya uchun juda kuchli xohlayapman. Menimcha hamma. Chunki Argentina chempion bo'ldi. Chunki menimcha Argentinalilar ham Portugaliya chempion bo'lishni xohlayapti deb o'ylayman. Chunki agar Portugaliya chempion bo'lmasa, shundan keyin o'zi bo'ldi. Messi ham aniq o'ynamaydi. Jahon chempionatida Ronaldo ham o'zi aniq o'ynamaydi. Bo'ldi, shu bilan. Bu oxirgisi va agar Ronaldo yutolmay qolsa, Portugaliya yutolmay qolsa, bitta pog'ona tepada bo'lib qoladi-da Messi. O'sha butun umriga bo'ldi. Fakt jihatdan baribir isbotlab beradigan narsasi bo'ladi. Ya'ni mana Messida kubok borda, jahon chempioni bo'lgan degan narsa bo'lib qoladi. Lekin Ronaldo olsa bo'ldi. Prям kitob chiroyli yopiladi, hikoya. Do'stlik g'alaba qozongan bo'ladi. Chiroyli yopilib, uxlaymiz keyin. Shunaqa. Xuddiki bu o'sha Real Madridlarning aytadigan gapi, bizda 15 ta Chempionlar Ligasi kubogi bor deganda, Messichilar ham bizda jahon chempionati kubogi bor deyish mumkin. Shunaqa. Azim aka, Real Madridda Ronaldoni o'rnini bosadigan, Ronaldoning darajasiga chiqadigan futbolchi chiqishi mumkinmi yana? Yo'q. Hech qachon chiqa olmaydi. Bunaqasi. Endi gol ko'proq urgan futbolchilar chiqishi mumkin. Gollarni yengillashi mumkin, lekin o'shanaqa atmosferani beradigan o'yinchi menimcha Messi ham Ronaldo ham o'rnini bosa olmasa kerak. Chunki Ronaldo shtrafdan urardi. Uzoqdan Kallada urardi. Dribling qilib aldab urardi. O'ng oyoq, chap oyoqda urardi. Uncha narsani bitta futbolist eplash qiyin hozir menimcha. Ko'rsangiz, nima desam ekan, kalla duradigan futbolchilar hozir aslan himoyachilar bo'lib qolgan. Hollandlarni, prям bo'y uzun futbolistlarni inovatga olmasangiz. Oldinlar Ronaldo qilgandi shu ishni. Meni ko'zimda Ronaldo kalla bilan kirib kelardi, gol urardi. Jarimani qarasangiz Ronaldo tepardi. Hop Barsada misol uchun xohlagan odam-da. Yamal kallada hech qachon gol ura olmasa kerak. Lekin Messi ham urganda kallada gol. Shu narsani so'ramoqchiman. Hozir Messiga Yamalni o'rinbosar sifatida ko'rasizmi? Yo'q. Yaqiniga ham kelmagan hali. Yo'q, Messidagi pas bera oladimi Yamal? Menimcha yo'q. Messidagi o'yinni ko'ra oladimi Yamal? Menimcha yo'q. U shaxsiy bunda o'ylayman-da men. Odamni qanaqaligi ham stadionda влиять qiladi, rol o'ynaydi. Odam shaxsiy hayotda qanaqaligi. Yamal Messi emas. Yamal ancha olifdi. Yamal bilan Pedrini qo'shganda sal yetishi mumkin. Sal kelishi mumkin. Misol uchun Pedri Iniestaga yaqinmi desa, men ha deyishim mumkin. Yo, Iniesta Busquetsga deylik, misol. Men uchun o'yin jihatlari, paslari, to'g'ri, faqat Pedri sal ko'proq yuguradi. Busquetsga qaraganda. Busquetsning ustunlik tomoni ham shunday edi. Aslida yugurmasdan ko'rib ko'p ishni qilib qo'yadi. Shunaqa. Shu taraflama bo'lishi mumkin. Lekin menga oxirgi payt nima yoqyapti? Barsani xarakteri juda yoqyapti, bilmadim. Mana shu narsani aytib o'tishim kerak. Barsani xarakteri, Flick bilsangiz, men misol Flickni ko'rganda qanaqa ko'rganman? Voy, juda kuchli mutaxassis, emotsiyani juda kuchli kontrol qilar ekan deganman. Ya'ni Barsa trend bo'lib ketdi-ku, bir o'yinda 5 ta gol urishi, 4 ta gol urishi, shunaqa paytdan mavsum bo'ldi. 4 tadan ko'p gol urdi. Flick prям maksimalniy spokойный-da. O'yinni ko'rdinglar misol sizlar ham, juda kuchli highlight chiqib ketdi. Flick bundoq qo'llarini chiqarib, Rafinha orqadan yugurib chiqib o'tdi. Qaysi o'yinchi edi? Barsadagi zamindan tushadigan stadionni yarimidan yugurib kirib ketdi-ku, o'yinchilar oldiga. Prям highlight juda taniqli highlight chiqdi. Yamal jarohati bilan chiqib keldi. Bu Flick qizil oldi keyin so'shadan. El Clasico. Men qachon ko'rdingiz Barsani bunaqa anaqasini? Bunaqa xarakteri Barsada qachon ko'rdinglar? Men etim jimirlab ketdi-da, xursand bo'lib ketdim to'shto. Mana Azim Realda bor narsani men Barsada ko'rdim. Xarakterni. Misol Realdagilar qana xursand bo'ladi. Yes, Asensio men aytgandek, jahllari chiqib ketdi, Bellingham tas kirib keladi, nimadir ishkal bo'lsa, yonini olib, boshqa narsa qilib, shu narsa Barsada bo'lgan. Mana hozir aytayotganim ko'ra, emotsiya kirib yetaman. Mazza qildim-da ko'rib, chunki har chiqqan Reelsga like bosaman. deyapman-da. Xursandman bu uchun, to'g'risi. Tushunarli. Azim aka, sizga hozirgi Realda nima yoqyapti? Mbappening gollari. Yo'lak uzoqdan anaqa ham Militao ham, Mbappe ham yaxshi tepyapti. Mbappe ham anaqa strafni o'ylarni oldi, o'rganyapti tepishlarni. Bu ustunlik jihati yaxshi. Hozir to'prar kim La Ligada? Mbappe. Har o'yinda uryapti. Faqat oxirgi o'yinda Yuventusga ura olmadi va golsiz 11 ta o'yindimi shunaqa yakunladi. Shunaqa. Xo'p, Real Barsa haqida gaplashdik, pozitsiyalaringizni bildik, taxminiy hisoblarni aytdik. Endi bizda bir rubrika bor. Jazo qanaqa? Oxirida aytaman. Har bitta savolga bittadan jazo bor. Kimdan Kimdan birinchi boshlaymiz? Azimdan.
Tayyormisiz Azim aka unda? Savollarimiz oddiy lekin. Futbol haqida to'g'rimi? Ha, Real Madrid haqida. Real Madrid El Clasico'da necha marta g'alaba qozongan? Jazoni bering. Shu anaqadan, ha? Ha, umumiy Azim statistikada. qiyin. 2 xonali sonmi? Menimcha 3 xonali son. 180 nechtadir menimcha. Adashmasam. Harakat qilib ko'ring aka. Men hozir aytsam buni o'sha bo'ldi. Yo'q, 3 xonali, 3 xonali. 3 xonalikmi? 272. Ha, yo'q. Umumiy klassikoni aytyapman. Umumiy El Clasico'da qancha? Ha. Real g'alaba qozongan. 180 nechtadir adashmasam Azim. Yo'q, siz ham ko'p aytdingiz lekin. Yo'q. Kammi? Kam ancha. 110 ta. O'zim aytaverayin javobini. 104 ta g'alaba ekan. 104 ta. Okey, bitta bor. Ikkinchisi, Real Madrid Barselona ustidan eng yirik hisobi g'alabali qaysi biri? 11-1. Bu rasmiy statistikaga kiritilmagan ekan lekin. Bu ancha yil oldingi El Clasico maqomi berilmagandagi bo'lgan o'yin hisobiga shekilli. Unda Men ham o'rganib chiqdim, lekin Copa del Reyda qanaqadir shu 11-1 hisobi qayd etilgan deyishdi. 1935-yilmi adashmasam shunaqa edi. 6-2 mi shunaqa bo'lish kerak. Yana bitta imkon beraymi? 6-2 emas. Bitta hisob ayting xo'p. Shunda 3 ta hisob aytgan bo'lasiz, agar uchrasini topa olmasangiz. 701. 802 bo'lgan ekan. 8-2. Real Madrid hisobida. Ha, nechinchi yil bu bilmaysizmi? Mana shu 35-yil ekan, 3-fevral kuni. Lekin rasmiy statistikaga kiritilgan ekan. Ikkita jazo Azim yedingiz. Keyingisi. Bularni ham bo'lmagan. Bularni topib qo'ysangiz kerak baribir. Real Madrid oxirgi marta Chempionlar Ligasida qaysi yili qaysi jamoani yutib g'olib bo'ldi? 2024-yil. Aha. Manchester. Manchester United demoqchimisiz, City Yo'q. demoqchimisiz? 2024 o'sha Husanov City'da edi. Yo'q. 2024 City'da emasmidi? 25 tut. 25 boshida. 2024 Real Madrid Borussia Dortmund ustidan g'alaba qozonib, Aha, topdilar. To'rtinchisi, Real Madrid tarixidagi eng qimmat transfer kim? eng qimmat transfer. Xo'sh. Kim edi? Azar emasmi? Eden Azar. Aniq javobingiz shumi? Azar. Azim men Mbappe deydi deb o'ylab kutib Ronaldo desa kerak edi. Ronaldo deysiz deb kutdim. Yo'q, Ronaldo. Gap yo'q lekin. Oxirgisi, lekin buni topishingizga shubham bor. Real Madrid tarixidagi eng yosh debyut qilgan futbolchi kim? Eng yosh debyut? Modric. Aniq javob bu ham? Yo'q. Kim edi? Martin Ediger 2015-yil 23-mayda 16 yoshi 157 kunligida Xetafe bilan o'yinda 7-3 ga g'alaba qozongan. Azim u payt maktabda o'qib yurardi shekilli, menimcha. G'ofurlondilar. G'ofurg'lan parkida moshina tarib yurardi ishlab. Debyut qilgan G'ofurlon. Yaxshi. 3 taga to'g'ri topdimi? Yo'q, 2 taga to'g'ri topdi, 3 ta topa olmadingiz. Jazo 3 ta jazo. Okey, buni oxirida aytamiz. Keyin sizga savollar bor. Men 5 ta jazo tayyor menga. Messi El Clasico'da Real Madrid darvozasiga nechta gol urgan? Umumiymi? Ha. Salomat. Bitta gadasini qatodi. Bitta gadasini qatodi. Okey, plus minus 3 taga hisoblaymiz. Xo'p. Umumiy necha xonali sonligini so'rasam bo'ladimi? 3 xonali emasligi 100% aniq. 69 ta. Random so'radilar, random aytdim o'rtoqlar. Nechta aka? 93 tami? 26 ta ekan. Seriozno, shunaqa kam urganmi? El Clasico'da Realga shuncha 26 ta urgan. Xo'p, keyingi savol. Barselona tarixidagi eng qimmat transfer kim? Dembele emasmi? Yo'q. Filipe Coutinho 2018-2019-yilda Men Dembele deb yurardim. 5 million yevroga o'tgan ekan. Men Dembele deb yurardim. Coutinho qimmatroq ekan. Xo'p. Realga ham Barsaga ham bo'lgan eng qimmat anaqa oqlamaganda o'zini. Shunaqa fakt ham bor. Keyingisi, Barselona tarixidagi eng yosh debyut qilgan futbolchi kim? Yamal?
Fatih emasmi? Yamal. To'g'ri. Bitta topdingiz hech bo'lmasa. ikkilantirib qo'ydingiz. Dusha jigarlarim. 15 yosh 290 kunda 2023-yil tushgan ekan. O'zi akademiyasidan chiqqan-ku Barselona. Shunaqa. Keyingisi. Barselona tarixidagi Real Madridning eng yirik yutgan hisobi qancha? Nechi? O 701 mi adashmasam? Sal adashdingiz. Yo'q. 801 mi? 702 ekanda. Qabul qilaymi buni? Yo'q, qabul qilmang aka. Okey. Jazo bu jazo. Baribir sizga ham men 3 tadan ko'p jazo bermayman. So'p oxirgisi 2017-yil o'sha mashhur remontada Parijga qarshi Barselona 6-1 birinchi va oxirgi gollarni kim urgan? Birinchi gol Suarez urgan kallada. 3-daqiqada. Ha, Oxirgisi? oxirgi golni Sergio Roberto urgan. Neymarning pasidan keyin. Zo'r. Shartlar shunaqa. Ikkalangizga ham 3 tadan shart aytaman, ruxsat bersangizlar. Birinchisi, umumiy shartimiz Stok futbol hamda Mr. Tog'ayev Instagram akkauntlariga obuna bo'lasiz. Birinchi Keyin menga 700 ming deb turasiz. kreditimni to'lab berasiz. Keyin masaj qo'yasiz. Birinchi shartimiz shunaqa. Ikkinchi shartimiz, baribir bu sizlarning fikrlaringiz auditoriyangizga qiziq. Shu sababli bu mayli chiroyli chiqish uchun iltimos qilamiz. Podkastimizni o'sha link bilan storiesga qo'yib berishlaringizni. Chiqqandan keyin. Ha, chiqqandan keyin. Va oxirgisi shunaqaki, sizlar bilamiz, baribir blogerlar o'zlaringizning o'zki ko'riklaringiz bor. Erta yakshanba kuni klassiko bo'ladi. Shu klassikoni menga shunaqa imkoniyat bersangizlar, men blogerlar futbolni qanaqa ko'radi, qanaqa emotsiyalar qiladi, shu narsani Instagramga qanaqadir 2-3 ta reels qilib olib chiqsam. Men uchrasam iloji bor. Iloji bor. Ma'qulmi? Kelishdik ha. Tamom, iloji bor, iloji bor. Aniq qilib qo'ygan ekansiz. Yo 4-inchisi ham bor edi, o'sha kredit demadida. Bolalarning kreditim bor, kontrakt to'lashim kerak o'qishga. Haqiqatan ham degan. Endi aytsam, Meni uyga tashlab qo'ysanglar. Syomkadan uyga tashlab qo'yinglar Sizlar bolalar. bilan 1 yil kontrakt qilsangiz. bo'ldi. Shartlarimiz ma'qul? Ma'qul. Iloji bor. Kelishdik endi. So'nggi so'z o'rnida Azim aka sizga ham, Kamol aka sizga ham Real Madrid hamda Barselonadagi o'sha o'zlaringiz jamoalaringizni tarixdagi barcha davrlarning eng kuchli orzular jamoasini tuzib bersangiz, kimdan birinchi boshlaymiz? Azim aka, marhamat. Faqat Realniki. Faqat Realda o'ynagan bo'lish kerak. Barcha Любой payt o'ynagan bo'lsa ham. Varatar Iker Casillas. Aha. Chapda Marcelo. Aha. Onda Carvajal. Ramos. Pepe. Modric. Kroos. Keyin hozir. Gareth Bale. Benzema, Ronaldo. O'rtada bitta qolib ketdi. Bellingham emasmi? Yo'q. Casemiro misol o'sha uchlikdagi yoki Ha, Casemiro bor. Valverde. Yo'q, Valverde. Yo'qmi, yoqmaydimi? Hozirgi anaqadan uncha ko'p yoqmaydi. Okey, Barselona. Menga Varatada Ter Stegen, o'ng qray Alves, chap qray Alba, o'rtada Pique, Martinez, undan keyin Xavi, Iniesta, Pedri и MSN. Messi, Neymar, Suarez. Bo'ldi, shu bo'ladi. Tarkibda bir-birlaringizga qanaqadir savollar yo'qmi? Yo'q. Hammasi jo'tgan. Qo'l kuchli sasab qildi. Tarkibda Azimnikidami? Ha. Tarkibda bilmadim. Benzema uncha yoqmaydi menga. Lekin emotsiya bergan menga o'sha Benzema. Benzema. Menga uncha yoqmas edi. Nima qilardi? U aldomaydi, anaqa olmaydi derdim, lekin emotsiya bergan. Yo Benzema misol nima desam ekan? Menda ikkita logika bor. Birinchisi bu mana shu hozir uchlik Bale, Ronaldo, Benzema xuddi MSNdagi bo'lgan, Messi, Neymar, Suarezdagi. Xuddi shunaqa uchlik. Misol menga logika kelishi mumkin, Benzemani olib tashlab Mbappeni qo'ysa, balkim u o'yin chiqmas. Bo'ladi, kimdir Adiol o'ziga ko'proq tortib olardi, balkim. Ha. Misol uchun o'zingiz ham bilasizlar, Bale, Ronaldo ketgandan keyin Benzemani o'yini ochilib ketib qolgan. Adiol polnundi bo'lganda, u pakrivalada yotgan maza qilib. Ronaldo bilan anaqa bo'lgan, Bale bo'lgan paytda balkim u soyada qolib ketgandir. Xuddi shunaqa. Men lekin Azim o'rnida to'g'ri qo'ydi mayli Benzema. Men Mbappe degan bo'lardim-ku. Azim to'g'riroq qaror qabul qildi. Mbappe zaminda. Sizga savolim bor. Himoyaga Inigo Martinezni qo'ydilar. Carlos Puyol qolib ketdi lekin. Endi bu yerda xato qildim. Prosta Martinez menga realni yoqdi shu o'yinchi. Menga yoqdi, bilmadim nega. Masol simpatiya bo'ldi menda shu o'yinchiga. To'g'risi. Siz Puyolni qo'ygan bo'lardingiz, ha? Yo'q. Azim Puyol qo'ygan bularda, shunaqa. Tushunarli.
Bu yo'l xarakteri zo'r. Azim bu yerda masalan shu yerda ham aniq Azim mendan yaxshiroq futbol tushunadi. Tushunarli. Fikrlaringizni eshitdik. Avvalambor tashrif uchun katta rahmat. Rahmat. Taklifimizni rad qilmay. Fanat loyihasi 14-son o'z nihoyasiga yetdi. Editorlar bemalol o'zlaringiz xohlagan relslaringizni kesib, bizni belgilashingiz mumkin. Kurs haqida fikrlaringizni yozing, o'rtog'ingiz bilan o'rashing va eng muhimi obuna bo'lib qo'ying. Albatta 100 mingta qilish kerak kanalni. Xuddi shunaqa. Tezroq knopka turishi kerak mana shu qayerdadir fonda. Tezroq faqat. Niyatimiz bor. Xayr, salomat bo'ling. Charchamanglar. Let's go.